Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Kecha menga bir qancha chiroyli savol berishdi. Startup proyektinglar bu startapmi, siz startapchimisiz deyishdi. Mani tushuncham bo'yicha ko'pchilikda startap qiladigan odam bu 18 yoshli bola deb o'ylashadi shekilli, bilmadim. Startap odatda g'arbda oladigan bo'lsak, bu insonlar, которые yoshi 37 dan boshlanadi, 45 atrofigacha bozorni nimadir ishi bilan tez o'sadigan g'oyani qo'yadi. Bu sizda proyektingiz bor, oldin sekin ketgan, bilmagan, so'ng qanaqa product market fitini topishi. Siz product market fitni topdingizmi, bo'ldi, уже bu o'stirtirsangiz buni startap deya olasiz. Yiliga tez o'sadigan bo'lsa, agar proyektingiz o'smayapti, o'sish imkoniyati yo'q, yangi bozorlarga olib chiqish imkoniyati yo'q, demak bu startap emas. Ba'zi startaplar o'zini product market fitini topadi boshlanishidan oldin. Ba'zi proyektlar topadi, kechroq topadi. Bu birinchi qoida. Ikkinchi qoidani oladigan bo'lsa, bu proyektni etapi deymiz, hamma nima deydi? Zrelost deydi rus tilida olganda. Bu pre-seed, seed bor, keyin уже дальше ketadi, series A, series B deydi. Shunga ham bog'liq. Biz ko'proq уже pre-seedlardan chiqib bo'lganmiz, уже series A tomon qarab ketyapmiz. Bozorni o'sish uchun, yangi bozorlarni olish uchun investitsiya ko'taryapmiz hozir. Bu yana bitta yo'l. Agar sizda startapingiz bor, ishlab kelyapti, endi siz tushunyapsiz, o'sishga pul kerak yoki o'sishingiz kerakmi, oddiy yo'l bilan qila olmayapsiz. Demak, bu siz investor qidirishingiz kerak deb o'ylayman, agar o'zingizning imkoniyatingiz bo'lmasa. Ikkinchi yo'li, investor nima uchun kerak? To'g'ri yo'lni ko'rsatib maslahat bergani. Mana hozir biz bir nechta investitsion fondlar bilan kelishdi, investitsiya ko'tardi. Endi bittasini hozir e'lon qilindi. Qolganlarini yaqin orada qilamiz, xudo xolasa. Hammasida qanaqadir strategik smart deyiladi. Endi investitsiya qasida smart investorlarni tanladi o'zimizga. Shuning uchun tanlasanglar, shu smart tanlaylar o'zingizlarga, ertaga sizlarga puldan boshqa yana nimadir bersin. Shunda sizlarni proyektinglar o'sha startap bo'lib yutasizlar. Xo'lmay sotadigan Steve aka degan odam bor edi, olma sotadigan, think different degan, boshqacha fikrlaganda, boshqacha fikrlashni o'rgansa, ko'p holda biz yechimlarni ham boshqacha qidirishni boshlaymiz. Bu startapmi, startap emasmi degan